Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Cobalt LTZ yil 2020. Mashinamiz 64 ming yurgan. Salonlar zo'r holatda turibdi. Kraskalar top-toza mashinamizni. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avtolux sotuvda Tracker Premier mashinasi. Mashinamiz 2023-yil. Qilingan ishlardan krugovoy tonirovkalar urilgan. Ruxsatnomalari bor. Probegimiz 31 ming kilometr. Chexoldan yaxshi chexol taqilgan. Tomimizda panorama mavjud. Salonlari ham ko'rib turganingizdek, akkuratniy holatda turibdi. Orqa qatorlari ham a'lo darajada. Kraskalari ham toza. Narxiga keladigan bo'lsa 15.900 AQSh dollari. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Cherry 8 Pro yil 2023. Urals turbina full. Mashinamiz 42 ming yurgan. Sinyal stabagreblari bor. Salonlar ham zo'r holatda turibdi. 7 kishilik, panoramalikli. Kraskalar toza mashinamizni. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 22.500 AQSh dollari. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Leapmotor C16 yil 2024. Ikkinchi paysida opsali gibrid. Turbo tonirovkasi bor. Oranjli salonda. Yurgani 9,5 ming kilometr. Yaxshi nakitga taqilgan. Rusifikatsiyalar bo'lgan. Orqada monitorlari bor. Salonlari yengidek turibdi. Mashinamizning kraskasi top-toza. Bitta mana shu tabo'yda rasmiyatgan joyi bor. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 26,5 ming AQSh dollari. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Jetour yil 2022 X70 Plus 1.5 turbina. Mashinamizni yurgani 58 ming kilometr. Qizil salonda. Kojini salon 7 kishilik, panorama lyukli. Mashinamizdan mana shu ruchkani tagida kraskasi bor. Ikkita eshikda. Nima seryozni narsa bo'lmagan, ishlar butun. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 17.200 AQSh dollari. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. BYD Champion yil 2024 605 talik full. Mashinamiz 38 ming yurgan. Salonlari zo'r holatda turibdi. Kraskalar toza. Mashinamizning narxiga keladigan bo'lsa, narxi 23.700 AQSh dollari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avtolux sotuvda Cobalt mashinasi. Mashinamiz 2023-yil. Kuzov 2024. Darkmon Blue rangda. Mashinamiz benzinda, gazi yo'q. Orqa oynalari zavodskiy qoraytirilgan variantda. Probegimiz 26 ming kilometr. Salonlari ham ko'rib turganingizdek ideal holatda turibdi. Bezmafon varianti, lekin ABS'lari bor. Kraskasi ham toza. Narxiga keladigan bo'lsa 10.700 AQSh dollari.